2, 3 bor. Akajonim, 19 ming so'mga nima sotib olishingiz mumkin? Arzli deb bir suv yoki limonad yoki energetik sotib ololmasangiz, boshqa yerda 19 ming so'm plyus amal qilmaydi. Faqat bu mana shu istisnosi. Ya'ni 19 ming so'mga mana shunaqangi muzkoy oyoq kiyimlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Razmer 39 dan 44 gacha bo'ladi. Qaytaman 39 dan 44 gacha. Qo'limizda ikki xil rasvetkasi bor. Atiga hurmatli kuzatuvchilarimiz uchun 19 ming so'm qilib qo'yganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, oqlari bilan birgalikda padushlari bilan, hattoki o'zimiz ham bitta oyog'imizga kiyib ko'rdik. 19 ming so'mga haqiqatan arziydimi, bitta sezonni zo'r qilib o'tkazib beradimi degan maqsadda endi sotganga skidka qilganga yarasha arzirli narsaga skidka qilishligimiz kerak. Mana shunaqangi sertishni qilib ishlangan, oyoqda zo'r turadigan oyoq kiyimlarimiz atiga 19 ming so'm. Broshkalar mana bunaqangi tasmali variantda va mana bunaqangi broshkali variantlari bor. Ahamiyatli tarafi 12 ta viloyat Qoraqalpog'iston respublikalariga 19 ming so'mga dastavka qilib beramiz. Aka siz o'zingizda uylamaysiz, o'zingizga ravo ko'rmaysiz, lekin 19 ming so'm ravo ko'radigan narx. Yoki bo'lmasa opajonim, akam uchun 19 ming so'm jalqami bitta 19 ming so'm olib bersangiz, mana shunaqangi oyoqda zo'r turadigan, mo'shli oyoq kiyimni ko'rishlaringiz mumkin. Yon taraflari kengayib ketmaydi, tashlab bermaydigan, oyoqda qolipday turadigan oyoq formasiga mos oyoq kiyimlarimiz atiga 19 ming so'm. Agar 19 ming so'mga arzisa, bitta like bosib, ko'proq do'stlarga jo'natib, like bosib qoldiringlar. Keyin muzkoylarni ko'proq dahshat skidkalarni qilib beramiz 19 ming so'm atiga.